Tezkor xabar. Eron atrofidagi vaziyat keskinlashdi. AQSh va Isroil kuchlari Eronning bir qancha strategik obyektlariga havo zarbalarini berishni boshladi. Vaziyat o'ta jiddiy. Hujumlar natijasida Tehron, Isfahan va boshqa yirik shaharlardagi harbiy bazalar va davlat obyektlari nishonga olingan. Mintaqada otishmalar va portlashlar davom etmoqda. Eron tomoni ham javob qaytarishni boshladi. Va'da qilingan vaqt operatsiyasi doirasida Isroil va AQShning mintaqadagi bazalariga o'nlab raketalar uchirildi. Mojaro qo'shni davlatlarga ham tarqalmoqda. Fors ko'rfazi va Hormuz bo'g'ozida kemalar harakati to'xtab qolgan. Neft narxi keskin ko'tarilib ketdi. Ikkala tomondan ham talofatlar borligi aytilmoqda. Tinch aholi o'rtasida qurbonlar soni ortmoqda. Dunyo hamjamiyati xavotirda. Global iqtisodiyot ham zarba ostida. Dunyo birjalarida aksiyalar tushib ketdi, yoqilg'i narxi esa soat sayin oshmoqda. Bu oxirgi 10 yillikdagi eng yirik inqiroz bo'lishi mumkin. Biz vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Eng so'nggi va tasdiqlangan ma'lumotlarni bizning kanalda kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.